Nima uchun tug'ildim men? Tug'ilmaganda shunday hayotga kelmasdim-ku. Ana nechta jigarim o'ldi. Shular qolib men o'lmasmidim degan savollar ham beraman unga. Ko'p beraman. Qahramonimiz bunday og'ir savolni o'ziga berish uchun hayotning ozmuncha dardini chekmagan. Bolaligidan ona mehrini ko'rmagani sabab bo'ldi bu holiga. O'zi asli onamda umuman mehr ham bo'lmagan menga nisbatan. Faqat mehr o'sha sinimga bo'lgan, opamga bo'lgan, anaqalarga menga mehr bo'lmagan onam. Bilmayman nima uchundir meni uncha yoqtirmagan onam. Bolaligida ota-onasi o'rtasida tugallanmagan janjallardan qalbi majruh bo'lib qolgan. Uni qalbi bekilib qolgan. Yoshligimda onam rahmli bir marta bolam ona degan odamlar ko'zida desam, men ayta olmayman. U soxtalikda qoplamayman. Otam deb o'rgandim, otam deb ketdim men o'lguncha. Ko'ngli yarim qahramonimiz dardini onasidan, mehrni otasidan ko'rgan, ammo juda oz muddat. Meni otamdek oq ko'ngil inson yo'q dunyoda deb o'ylayman. Yoshlik vaqtingizda ota-ona oldida o'tirish qanday maroqli, qanday anaqaligini bilasiz, xillasda odam. Men shunaqani ko'rmaganman. Agar men dadam bo'lganda, shu kamchilik, qiyinchilik menda bo'lmasdi. Yoki biror narsadan xafa bo'lib qolganimda, agar dadam hozir yonimda bo'lganda, shu narsa menda bo'lmas edi deb o'ylayman. Men nogiron emasman-ku, men cho'loq emasman-ku, meni ikki qo'lim sog', ikki ko'zim ko'radi. Meni nahotki onam meni mana shunaqa qilib bolam deb erkalatmaydi. Nimaga men mana shunday bo'lib yaralganman deb ham qolgan kunlarim bo'ladi. Yig'lab o'tirgan kunlarim bo'ladi. Ochig'ini aytaman, endi bo'ldi, o'limim kelsa o'limimni kutaman deganda o'tiribsiz-da. Nega imkoniyatlar bor-ku hali? O'zi o'lmaganday insonman-ku. Hayotda men o'lmagandek insonman-ku. Yuragida dard bilan yashayotgan onaxonning matonatli sabri uchun bir dona like bosib, yaxshi tilaklaringizni izohlarda yozing. Prime 1 xil 10 yoki 15 kilovat stabilizatordan 2 dona sotib oling va uchinchisi sizga hadiya bo'lsin.